NFP bu qimor. Non-farm payrolls, ya'ni NFP. Bu AQSh mehnat bozorining eng muhim iqtisodiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. NFP har oyning birinchi jumasida chiqadi va bozorimizga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Va bu yangilik chiqqan soniyadan boshlab butun dunyo bozorlarida kuchli harakatlar kuzatiladi. Bu bozorning eng aktiv vaqtlaridan biri va shuning uchun ko'p treyderlar bunda savdo qilishdan qo'rqadi va unda savdo qilmaydi. Biz Premium Trade jamoasi esa aynan shunday yangiliklarda o'quvchilarimiz bilan birgalikda jonli savdo qilamiz. Bizni NFP bo'yicha joylagan videolarimiz izohiga NFP da savdo qilish bu qimor degan kommentlarga ko'zim tushdi. Qimor o'zi aslida nima? Qimor bu tasodifga asoslangan, oldindan tahlil va nazorat qilinmaydigan xavf. NFP esa bu statistik ma'lumotlar, iqtisodiy tahlil, fundamental va texnik strategiyalar asosida tayyorlanadigan rejali savdo. Ha, to'g'ri. NFP bozorni kuchli harakatga olib keladi. Harakat bu imkoniyat. Imkoniyatni boshqarish esa haqiqiy trading deyiladi. Aynan shuning uchun biz o'quvchilar bilan birga savdo qilamiz. O'quvchilarni ham bunga tayyorlaymiz. NFP bu qimor deydiganlar, biz tasodifga emas, Alloh bergan aql va tizimli strategiyaga tayanamiz.